Pinduoduga kiramiz va mana bu yerni bosib tovar tanlaymiz. O'zimiz xohlagan joyda mana shu yerga kirdim. Masalan, mana bu kurtkani tanlaymiz. Va mana pastda yo'riqcha turibdi. O'sha yo'riqchani bosib kardinkamizga saqlanib chiqib olamiz. Ya'ni bu kardinka hisoblanadi. Keyin asosiy menyuga qaytamiz va mana bu yerga bosib mana bu yo'riqchaga bosamiz. Kirganimizdan keyin bu yerda tanlagan tovarlarimiz turadi. Mana bu galochkani bosib o'zimizni razmerimizni tanlaymiz. Dostavka turi ikki xil. Birinchisi Primoy O'zbekistonga keladi, ikkinchisi Kargoni Xitoydagi omboriga keladi. Hozir sizga O'zbekistonnikini ko'rsataman. O'zbekiston tanlaganingizda o'zining shartlari bor. O'qib chiqib, agar O'zbekistonga yoqmoqchi bo'lsangiz, qizilni bosasiz va Xitoyni tanlaymiz. Xitoyni tanlash uchun mana bu по умолчанию degan joyini bosib, avtovыбор mana shunaqa qilib tanlab olamizda. Keyin yana qizilni bosamiz. Qizilni bosganimizdan keyin viza kartamizni ulagan kошелегimiz orqali oltita kodni terib to'lov qilamiz.